recording videosi bo'linyapti. Demak, hammaga salom. Bugun biz if else mavzusini o'rganamiz. Ya'ni biz if else ning ma'nosi qaror qabul qilish. Biz hayotimiz davomida ko'plab qaror qabul qilganmiz. Masalan, kunlar sovuq bo'lsa issiq kiyinish, bu ham bir qaror. Yoki kunlar issiq bo'lsa ko'proq suv ichish yoki yengil kiyinib yurish. Bular ham bir qaror hisoblanadi. Ya'ni biz o'zimiz shu masalan qarin kiyinish uchun o'zimiz qaror qilamiz. Bu yerda ya'ni Pythonda ham nafaqat Pythonda, balki frontendda ham shunday bor. Ya'ni if else agarda sharti. Masalan, unga bitta misol keltirsak, son deymizda buni input bilan chaqirib ichiga son kiriting deb yozib qo'yamiz. Son kiriting. Endi if bilan aytamiz. Agar son katta bo'lsa 15 dan, endi biz bu yerga print orqali o'tgan darsimizda o'rgangan f-string dan foydalanamiz. Agar son 15 dan katta bo'lsa, bu son yo'q. Mana son 15 dan katta. Hozir tekshirib ko'ramiz. Masalan, run tugmasi, bu yerga 16 kirsak, 16 15 dan katta. Tinchgina buni hozir bundoq qilib tursak, bu son 15 dan katta. F-stringni o'chirib turamiz. Endi yaxshiroq ko'rinadi. Run beramiz kodimizga. Masalan, 20 kiritsak, bu son 15 dan katta. Bu yerda nima bo'lyapti? Ushbu if tekshiryapti. Ya'ni agar son 15 dan katta bo'lsa deyapti, ushbu print chiqarib bersin. Bu yerda masalan agar mana bu yerda 4 ta oraliq joy bor yoki masalan yoki bitta tab orqali nega o'xshamadi? Bitta enter, bitta tab. Bitta tab. Qaranglar. Endi bu yerda agar ushbu joyni o'chirsak nima bo'ladi? Bizga xatolik chiqarib beradi. Sababi print bu if ning ichida bo'lishi kerak. Bu hozir if ning tashqarisida. Agar bitta tab orqali joy tashlasak, if ning ichida bo'ladi. Endi ba'zilar savol berishi mumkin. Agar bu yerga 15 dan kichik kiritsak, masalan 10 kiritsak necha chiqadi? Hech nima. Sababi bu yerda tekshiryapti. Son 15 dan katta bo'lsa faqatgina bu chiqarsin. Agar kichkina bo'lsa-chi deyishingiz mumkin. Biz buni else orqali qilamiz. Else. Masalan, endi bu yerga print bu son 15 dan katta emas, kichik deb qo'yamiz. Bu son 15 dan kichik. Endi undan kichkina sonni ham kiritsak, bemalol mana bu son 15 dan kichik chiqaryapti. To'g'rimi? Endi bu yerda if agarda degani, else esa bu yerda masalan bo'lmasa, agarda berilgan son 15 dan katta bo'lsa, printda konsolda ushbu so'z chiqarsin. Bo'lmasa ushbu so'z chiqarsin degan ma'noda aytyapti bu yerda. E'tibor bersangiz, else bu yerda berilgan qiymatga o'xshab berilmadi. Masalan, son kichkina 15 dan.
bu o'ziga qabul qiladi. Demak, 15 dan kichkina bo'lsa bo'ldi. U menga tegishli deb oladi s. Endi o'zimiz masalan ikkita sonni taqqoslashga o'xshash bir dastur yaratib ko'ramiz. Masalan, mana buni a kiritamiz. Ctrl+C va kopirovat qilib, bu yoqqa b kiritamiz. Endi bu yerdagi shartni o'zgartiramiz. Agar a katta bo'lsa b dan, bu yerga a ni chiqarsin. Else agar b katta bo'lsa a dan degani. Ya'ni ushbu shart qanoatlantirmasa else ishlaydi. Mana endi sinab ko'ramiz. Masalan, 15. Bu yerda 10 katta. Bizga 10 chiqarib beryapti. Masalan, yana endi 25 chiqarib beryapti. Bu ishlayapti. Menimcha bu yerda yozilgan kodlarni ham tushundingiz deb o'ylayman. Endi kelinglar, sonlarni juft yoki to'qligini tekshiruvchi dastur tuzamiz. Buni birini o'chirib turamiz. Va bu yerda ham buni o'chiramiz, buni ham o'chiramiz. Endi aytamiz. Buni qoldiqli bo'lsa 2 ga va teng bo'lsa 0 ga. Endi qani sinab ko'ramiz. Masalan, 2 bu juft 2 emas, bu yerda juft son chiqishi kerak. Juft son. Bu yerda esa 90. Ana endi tekshirib ko'ramiz. 2 kiritamiz. Juft son 3 kiritamiz 90. Xo'p, bu yerda endi nima bo'layotganini tushuntirib beraman. If else doimgidek o'zini vazifasini bajaryapti. Bu yerdagi shartchi. Hozir sinab ko'ramiz. Men tushuntiraman. Demoqchi edim, masalan, xo'p, a ni 4 yoki 3 deb olsak. Masalan, birinchi bo'lib 4 deb olsak nima bo'ladi? Ya'ni 4 ni qoldiqni o'zini 2 ga bo'lganda, ya'ni bu yerga butunni ham, qoldig'ini ham, butunni chiqarmaydi, faqat qoldig'ini chiqaradi. Qoldig'i nechiga teng? 0 ga teng, to'g'rimi? Endi so'rayapmiz, agar shu 0 teng bo'lsa 0 ga, ushbu shart qanoatlantirsin, ya'ni ushbu shart kelib chiqsin. Agar bu 3 ni 2 ga bo'lsak, bu yerda bir qoldiq chiqadi va u 0 ga teng bo'lmaydi. U 90 hisoblanadi. Ya'ni istalgan sonni agar 2 ga bo'lganda qoldiqsiz chiqsa, u juft son. Agar qoldiq chiqsa, u 90, to'g'rimi? Shuning uchun bu yerda shunday. Bu yerda ham shunga o'xshash narsa ketyapti. Endi kelinglar, boshqacha bir dastur tuzamiz. Ya'ni 18 yoshdan kichik bo'lsa, kirish taqiqlanadi. Agar 18 yosh yoki undan katta bo'lsa, marhamat, ya'ni bemalol kirsa bo'ladi. Masalan, bu yerga qanday masalan, bironta bir do'kon deylik. Kattalar uchun mo'ljallangan do'kon. Bu yerda a barobar input ichida yoshingizni kiriting. Endi tekshiramiz. If agar
agar a kichkina bo'lsa, yo'q, a kichkina bo'lsa 18 dan printda chiqarsin. Uka, sen hali yoshsan. Uka, sen hali yoshsan. Agar else bo'lsa, ya'ni 18 dan u katta bo'lsa, printga kiravering. Demak, sizlarga yana bir narsa. Ba'zilar ushbu belgini qo'ymay ketadi, ya'ni ikkitalik nuqtani qo'ymay ketadi. Qo'ymay ketsa, bu yerda xatolik chiqaradi mana. Shu uchun albatta shu ikkita nuqtani qo'yish shart. Endi tekshirib ko'ramiz. Masalan, men 17 yoshdaman. Uka, sen hali yoshsan. Men 18 yoshdaman desamchi. 18 yoshdaman. Kiravering ana. Hop, endi men 25 yoshdaman. Kiravering. Qaranglar. Endi bularni teskarisiga qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, buni Ctrl C qilib bu yerga Ctrl V, buni Ctrl X qilib bu yerga Ctrl V qilsak va bu yerda oldin o'tganimizdek barobar va katta yoki teskarmidi? Katta va barobar. Teskari ekan. Xo'p, endi tekshirib ko'ramiz. Bu ham ishlaydi. 20. Kiravering. Ikki xil usulda ham bemalol yozsangiz bo'ladi. Xo'p, masalan, bu yerda ham 10 kirishsak, uka, sen hali yoshsan. Demak, bo'ldi. Hammaga rahmat. Bugungi mavzumiz shu edi, lekin hali if else davomi bor. Keyingi mavzuda o'shani o'rganamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.